hech bo'lmaganda shu fuqarolar, yurtdoshlar aldanmasin. O'sha uchun men aytib o'tishga majburman bu narsalarni. Ham menda boyagi aytganimdek rezervchilar to'g'risidagi qonunda ham ko'rsatilgan. Harbiy xizmatchilar уже pensiyaga chiqarilgandan keyin o'sha boya yuqorida aytganimdek nima deydi, mamlakat xavfsizligi va ijtimoiy xavfsizlik bilan bemalol shug'ullanish kerak degan joyi bor. Lekin tarafi bor. Bu 44-47 sonli prezident farmonida 2019-yil tasdiqlangan. Bu farmonda agar ishga loyoqatsiz bo'lsa, ham jismoniy ham ruhiy, bularni iste'foga chiqarish kerak degan. Mudofaa bo'limiga men bu videoni birdan yo'naltirib o'taman. Men iste'foni chiqarib qo'ymasalaring, iloji boricha vatan uchun men kurashga baribir ham so'nggi tomchi qonim qolguncha kurashaman. Lekin baribir ham o'sha harbiylar tilida aytiladigan narsa bu srif boyov готовность, ya'ni jangovar shaylikka putur yetkazmaslik maqsadida ertaga ishonib meni bitta o'rinni band qilib qo'ysam, xudo ko'rsatmasin har narsa kutsa bo'ladi. Tashqaridan dushman kelishiga ham meni chiqarib turib, mana bu joyga egallashing kerak, meni himoya qilishing kerak, obrona olishing kerak degan joyni ham shunda men himoya qila olmay qolishim mumkin. O'sha uchun iste'fo talab qilaman. O'sha yerda 44-47 sonli farmonga asosan o'sha yerda belgilanganki, sog'ligini yo'qotgan rezervdagi harbiy xizmatchilarga iste'fo beriladi degan. Lekin mana 2 yildan beri men nogironligim bo'lishiga qaramasdan birov qiziqqani yo'q. Mudofaa bo'limidan ham, Qo'shko'pir tuman uchetga olingan Qo'shko'pir tumanidan ham mudofaa bo'lim nimasi voyankom deydi, bo'lim boshlig'i voyankom telefon qildi-yu, lekin boshqa masala bo'yicha. Ya'ni maktabda ishlab yurganimda, maktabda ishlaysanmi yo'qmi dalshi, maktabdan bo'shatib o'rniga odam olaylikmi degan masalani ko'tardi. Xo'p, endi men nima demoqchiman? Endi men buzilgan moddalarga o'taman. Birin-ketin bu yerda hammasi ham modda emas, lekin qoida bo'lishi ham mumkin, qarorlar bo'lishi ham mumkin. Endi moddalar o'zlaringiz bilasizlar, ko'pchiligi qonun va kodekslardan olingan, buzilgan moddalar. Ta'kidlab o'taman, boyagi 150 ta buzilgan moddani yozgan paytim mana 2024-yil yanvar oyida yozishni boshlagan bo'lsam, hozirgi kunga qadar mana 1,5 yil почти bo'lib qolgan. 1,5 yildan beri u arizamni qabul qila olmasdan kelyapti. Xo'ja Sultonmurodov degan Oliy sudda qabul bo'limining rahbari bor, xorazmlik. O'sha kishi borsam zemlak deb avrab, aldab, u yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib, o'zi bilgancha 4 tagina shikoyatni yozdiradi-da, yarimta bitta listga o'shani qabul qilib qolyapti. Mani 150 ta buzilgan moddam ham protsessual qoidalariga adashmasam 515-moddadamidi ko'rsatilgan talablar bo'yicha yozilgan. Lekin u talab bo'yicha emas deyapti. Menga asoslab bering, qayerda, qaysi punktida men noto'g'ri nimaga yo'l qo'yganman, xatoga yo'l qo'yganman desam ko'rsatib bera olmayapti degan so'z. O'sha uchun men hozirgi holatimda bundan oldin chiqqan videolarimda shaxsiyatga tekkan bo'lsam yoki qo'polashgan bo'lsam, bundan keyin ham oldin ham qo'polashgan bo'lsam uzr so'rab o'taman. 2023-yil adashmasam oktyabr oyida menga 2-guruh nogironligi FTEK tomonidan tayinlangan. Hozirda guvohnomam bor bu bo'yicha. Aslida buni ham olib qaraganda bu noto'g'ri o'tkazilgan, noto'g'ri foiz belgilangan. Buni natijasida meni maktabga jalb qilish va menga ruhiy bosimlar o'tkazilish, maktabga kelmasang jinoiy ish qo'zg'atiladi degan xatlar kelib, o'shanday bezovta qilish surunkali davom etib keldi 2 yil davomida. O'sha uchun men aytib o'tmoqchiman, qonunlar ishlaganda edi, tepada o'tirgan haromxo'rlar bo'lmaganda edi, hammasi yaxshi bo'lardi, hamma o'zini ishini qilganda. Endi poraga o'rganib qolgan bu narsani men yo bir boshqa odam to'xtatib qola olmaydi. Bitta yo'li bor buni to'xtatishni. O'sha fuqarolar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi qonunda belgilangandek, boya mahalla faoliyatini yuritish to'g'risidagi qonunda belgilangandek, hamma mahallasida o'tirib, mahalla raisi, uchastkovoy, prokuraturadan kerak bo'lsa hokimiyatda odam chaqirib, mana shunday masala bo'lyapti. Mana shu korrupsiyani yo'qotish uchun mana shu loyihani
taqdim qilamiz deb turib, mana shu deb turib takliflarni bersa, o'shanda bir kuch bilan yig'ilib, ya'ni jamoat nazoratini kuchaytiradigan bo'lsa, korrupsiya yo'qolishi mumkin. Lekin korrupsiya yo'qolmaydi uncha-muncha. Mana men oxirigacha borib ko'rdim, mana o'zlaringiz ko'rdilaring. Kerak bo'lsa o'ladigan darajagacha kelib qolganimda parvoyi falak. O'lib ketmaysanmi, bularga farqi yo'q ekan. Na Oliy sud raisi, naborot Oliy sud raisini o'zi menga bosim o'tkazib tashladi. Nogironcha aravachasidan chiqarib tashlang buni baqirib. Internet desam, qanaqa internet? Internet desam nimagadir hammasi toqaveradi bular. Jahli chiqib o'zini qo'yarga joy topolmay qoladi. Internetda ko'p gap bor ekan, o'shani ham aytib o'tib ketay. Bular internetdan ozgina prezidentimiz aytgandek, bularda ayrim men beradigan jazolardan ham kuchliroq sizlarni internetga chiqarib bularni namoyish qilganing ves davlatga, mamlakatga degan gapi rost ekan. Endi men aytmoqchiligim nima demoqchiman? Bu yog'iga endi men qancha umrim qoldi, boshqa qoldi bilmayman. O'sha uchun men bor haqqi bilan aytaman. O'sha video joylaganman. Bu videolarimni oldin 2-3 ta video oldin. Kerak bo'lsa BMTga ham borganman. Inson huquqlarini himoya qilish markaziga. Men huquqiy yordam so'raganman. Qanday topshiriladi? Ariza qoldirganman. Arizaga asosan telefon qilgan, video yozuvlari ham turibdi. Ularni ham joylab beraman oxirida ilova qilib turib. U qisqacha aytib o'taman. Nima xodim aytyaptiki, siz nima qila olmaysiz. Xalqaro sudga chiqa olmaysiz. Men bo'ldi, уже qonunan hamma instansiyadan o'tib bo'ldim. Rais qabulidan ham o'tdim mana. Menga qonunni ko'rib berish olmadi. Endi men nimaga ariza qilishim kerak? Qonun tartib bo'yicha xalqaro sudga desam, u uchun O'zbekiston shartnoma tuzishi kerak BMT bilan deyapti, xalqaro sud bilan deyapti. Shartnoma tuzilmaganmi desam, yo'q deyapti. Nimaga tuzilmagan desam, javob yo'q. Endi bilmadim, kattalar biladi. Kattangiz kim katta bilan bog'liq olasizmi desam, yo'q deyapti. O'sha uchun endi to'g'ri bir ikkita so'zlarda hozir adashib sizlarga yetkazgan bo'lishim mumkin, lekin gaplashgan gapni o'zim qo'yib beraman. Ishqilib savollar javobsiz qoldi ko'pchiligi. O'sha uchun men hozir mana shu chiqishlarimni shu yerda yakunlashga majburman, lekin men ariza berishdan to'xtamayman baribir. Arizani beraveraman, sababi bularni hech bo'lmaganda jinoyatchilarni ongini kiritib qo'yishimiz kerak. Sal bir insofga chaqirib qo'yishimiz kerak, vijdonga chaqirishimiz kerak. Bularni ko'zi kambag'alni urma, so'kma, to'nini yirtdi-yu, xuddi shunday arizani beraversak, har bitta ariza uchun ko'ryapsizlar, korrupsiya avj olgan davrda anchagina pul bilan yopti-yopti qiladi. Mana yopti-yopti qilib kelyapti-ku, masalan 7 ta ariza berdim, shu paytgacha 7 ta arizani mana qancha bilan yopdi bular, qancha pora berdi. Xudo biladi-yu, lekin ancha pul bilan yopdi bular. Ancha bo'lmasa bu bitta modda emas, 150 ta moddaga ko'z yumolmaydi. Kerak bo'lsa senat ham ko'z yumayapti. Tanzira Norboyevani nomiga yozilgan ariza ham yopilib ketdi. Konstitutsiya sudga yozildi, yopilib ketdi. Portalga yozildi, yopilib kelyapti. Portalga yozilgandan keyin уже prezidentga kirmayapti. Уже prezidentga kirmadi degan bu kichkina odamlar boshqarmayapti bu jinoyatni. Prezidentni kamida yonida o'tirgan o'sha maslahatchilar qilyapti bu ishni. Agar prezidentimizga borganda buni boshqacha ko'rardi degan nimadaman men, xiyoldaman. Sababi prezidentimiz men xizmat qilib yurgan payti mana Surxondaryoda bitta xizmatdoshimiz andijonlik 2016-yilga to'g'ri keladi. То есть bu ishda lavozimga tayinlanish bo'yicha, zvaniya olish bo'yicha unga manfaatlar to'qnashuvi kelib chiqqan tepadagilar bilan. U qonunni nimani pesh qiladigan bir qonunparast bola bo'lgan, endi nima desa bo'ladi. Qonun ishlaydigan bolada. U albatta tepadagilar yoqmagan. O'sha uchun u 7-8 yildan beri nohaqlikka uchrab kelib yurib, bitta telefon qilganda 2 kunning ichida uni ham lavozim, ham zvaniyasi hal bo'ldi. Portal shunaqa zo'r ishlagan demoqchiman 16-17-yillarda. O'sha prezidentimiz Shavkat Miromonovich vaqtida nimaga minbarga chiqqan payti, rahbariyatga kelgan payti juda yaxshi ishlagan, lekin hozirga kelib portal ham juda sust. Bu narsani aytmasak bo'lmaydi. Portal masalan nechta ularni ovozini qo'yib beraman, murojaat qilgan arizalarim ham o'sha arizalar orqali qoldirganman. O'sha uchun bilmadim. Prezidentimizdan iltimos qilib qolmoqchi edim. Portalni yana yo'lga qo'yish kerak. Ming qo'ng'iroq.
Yana Xalq qabulxonasi, respublika ham mana chiqib qo'ydik. 7 fevral kuni bordik. Vazirlar Mahkamasiga ham kirdik. Inson huquqlarini nima deydi, ombudsman deydimi? Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha raisiga ham qabulda bo'ldim. Xo'p, yordam beramiz, nazoratga olamiz dedi. Hech qanaqa natija yo'q. Aytyapman, kimdir marhum tepada o'tirgan boshqaryapti buni. U marhum lekin. Kim boshqaryapti? Lekin juda bir puchog'i, bir majoziy ma'noda aytganda o'tkir odam. Liboy mana shu ijtimoiy tarmoqni ham kesib o'tib ketyapti, mana ko'ryapsizlar. Ya'ni yopdi-yopdi qilyapti. Qonunlar bormi, arizalar bormi, hammasini yopdi-yopdi qilyapti bu odam.